Baxtınsa? Ayşemxon. Aha. Oy, Sabir, neymiş bo'ldi? Endi sening vijdoningni oqlaydigan payt keldi. Mana, sotga boramiz. Oy, ishtamigina basam baray. Chapsama. Sotga berib, hammani aynan deysa. Oy, balam, basam baray. Endi demasam bo'lmas, sotga basam qancha pul bersa? Bu pulga dim tushgan qari. To'liq kapshamay, baxtini saq qilgan qilmish atmishlaringni sotga berib to'liq so'zlaysan. Mana. Men berib baxmagan yer tursa, bu yer berib bikan yemish qilaman. Mana. Bu ayol qanday qilib erini o'ltirayotgan? Olsam o ayolni chiroyli deyishyapti. Chiroyli vafo yo'q degan shu-da. Shundaqmi ishni qilamiz? Bu ayolni qattiq jazolash kerak. Finish. Hozir sot boshlandi. Javobgar sot maydoniga olib kirilsin. Yap-yosh ayol ketgan bo'lma. Erini nimda qilib ishni qilaman. Yap-yoshlik so'rasang emas. Javobgar Baxtiniso Yusuf. Isming to'g'rimi? To'g'ri. O'zgartirilgan isming bormi? Yo'q. Millating nima? Uyg'ur. Qachon tug'ilgan? 1977-yil 10-oyning 13-kuni. Nat tug'ilgan? Bo'rtalada. Madaniyat saviyangchi? To'liq o'tira. Xizmat o'rning bormi? Yo'q. Yakki tijoratchiman. Turishlik adresing nada? Urumchi shahri, Bo'ston yo'li 72-qora, 6-nomerlik uy. Hozir ayblig'ichi ayblashnomasini o'qiydi. Qani, boshlasangiz bo'ladi. Urumchi shaharlik xalq taftish mahkamasining ayblashnomasi 2001-yil 27-nomerlik Urumchi shaharlik O'tir xalq sot mahkamasiga 7-oyning 5-kuni tushdan keyin soat 4larda javobgarning burunqi yo'ldoshi Mardan Ahmad, Uyg'ur. O'lguchi javobgarning uyga kelib pul talab qilgan. Javobgar pul berishni rad qilganda ikkisi jidallashib qolgan. Javobgar Mardanning bexastarligidan foydalanib, yerdagi pichoqni elib, Mardanning so'l beqiniga tiqib, naq maydonda o'ltirib atgan. Yuqorqi qilmishlarning fakti aniq, dalil isboti to'liq bo'lg'ashqa qasddan odam o'ldirish jinoyati deb bekitishga bo'ladi. Mahkamamizning qarashicha javobgar Baxtiniso Yusuf davlat qonunini ko'zga ilmay qasddan qotillik jinoyati shakllantirgan. Shunga javobgarni Junxo Xalq Jumhuriyati Jinoiy ishlar qonunining 232-moddasidagi belgilamasiga asosan qattiq jazolash kerak. Junxo Xalq Jumhuriyati Jinoiy ishlar da'vo qonunining 141-moddasidagi belgilamasiga asosan mahkamalarning qonun bo'yicha jazolashinglarga aybladik. So'zim tugadi. Javobgar, ayblashnomani angladingmi? Anladim. Fikring bormi? Yo'q. Javobgar, sen eringni pichoq tiqib o'ltirding, to'g'rimi? To'g'ri. Javobgar, sen tiqqan pichoq mushumi? Javobgarga pichoqni ko'rsatinglar. Yap-yoshlik so'rasang emas. Javobgar, sen qotillik qilgan naq maydon mushumi? Hozir oqlig'ichi so'zni bayon qiladi. Javobgar. Sen qotillik qilgan pichoq kimning? Mardanmi? Mening savolim tugadi. Javobgar, sen eringni o'ldirish jarayonini to'liq so'zla.
sarguzashtlarim. Qon yoshli qismat. Billa oynab tang cho'ng bo'lgan sumbul chashliq bir qizga kuydi. Billa oynab tang cho'ng bo'lgan sumbul chashliq bir qizga kuydi. Xuma ko'zlik shirin so'zlik ishchanchiver shu yerni suydi. Xuma ko'zlik shirin so'zlik işcançıver şu yerni suydu. Yayrım sen, canım sen, mengü suygen nigarım sen. Yayrım sen, canım sen, işki otunda köygen yarın ben. Kelli garim bille işleyli, şat nakşini bille itayli. Kelli garim bille işleyli, şat nakşini bille itayli. Süyümüzge vafadar bulup, mengü ayrılmay bille öteyli. Yayrım sen, canım sen, mengü suygen nigarım sen. Yayrım sen, canım sen, işki otunda kuygen yarın ben. Yayrım sen, canım sen, işki otunda kuygen yarın ben. Voycan! Baxtınızsa! Oduqman baxtınızsa. Meni qo'yib etam. Yo'q, qo'yib yotmayman. Nimishqa? Siz menga javob bermagich qo'yib yotmayman. Qandaq javob? Meni yaxshi ko'ramsiz. Rost gapingizni qiling. Qo'yasınız deyman. Yo'q. Yuragingizdagi so'zingizni demasangiz, hargiz qo'yib yotmayman. Qachongacha ko'tirib turasiz? Mangu. Meni azobga qo'ymay. Desangiz-chi. Voy, odamlar kelyotdi. Meni qo'yib eting. Voy, To'xtang. Putingizni ko'rib boqay. Hech qisi yo'q. Putingiz qayrilib ketibdi. Men sizni olib qo'yay. Avaylang. Avaylang, ha?
Nemishqa o'zingizni qochirsiz? Siz bek eski ekansiz. Meni eski qilgan o'zingiz. Qandaqlachi? Chunki siz meni kuydirib oldingiz. Lekin suydirmadingiz. Voy, qilin. Siz mening qilin bo'lishimga sababchi bo'lyapsiz. Bu nima deganingiz? Chunki sizning chiroyli ko'zlaringiz meni mahliyo qilib oldi. Baxtinizsa. Siz faqatla menga ko'nglingizni bermayapsiz. Degan gapini. Ondaq demang. Maliga kelib qoldik. Odamlar ko'rib qoladi. Ko'z ko'mamdi. Yo'q. Bo'lmasa men chiqib ketaman. Ha, bo'ldi. Maylamsa, men tushay. Baxtinizsa. Agar siz sal yaxshi bo'lganingizda daryo bo'yida uchrashaylik. Bo'lamdi? Bo'ladi. Dada? Ha, mana qizim. Assalomu alaykum muallim. Va alaykum assalom. Qizim, o'g'loqchidek otqa minibsan-ku, ha? Qizingiz o'g'loqchadan qilishmaydi, dada. Kel, avaylang. Qo'yjon. Uy, nim bo'lding qizim, ha? Olmadan qaytib kelib etib, putimni qayirib oldim. Muallim, men qaytay. Ha, sana ko'p rahmat. Avor o'psan, ha? Arzimaydi. Bak og'riyotamdi qizim, ha? Astama. Bak og'riyotamdi qizim, ha? Ha. Astama, ha? Hey, qizim. Cho'p cho'ngli bo'lib qoldim. Yo'l yurganda diqqat qilsam bo'lmasmidi, ha? Bexastalik qilibman, dada. Asta. O'tir. Asta. Manda qilaman ko'rib boqay. Voyjon, Og'riyotamda? Putung ishib ketibdi. Hech qisi yo'q qizim. Shakarab qilib, tengib qo'yay. Saqib ketadi, ha? Dada? Ha, qizim? Bo'ldi, avvar bo'lmang, o'zim tengib olaman. Yo'q, men tengib qo'yman. Mana. Nada qayrib olding qizim? Itizliqning bo'yidagi o'stangdan o'tib etib. Oy. Bexasalik qilsan-da. Oy. Sendan boshqa hech narsam yo'q qizim. Ansiraydi ekanman. Cho'ngib qoldim. Diqqat qilgin, bo'lamda. Ma'qul, dada. Oyjon. Qizim. Uzundan beri maktabga boramadim. Ata maktabga berib kelaymikin. Balalarni qo'ymi sig'indim. Salomatligingiz yaxshi bo'lmagandan keyin bormisingiz bo'larmikin? Salomatligim xeli yaxshi bo'lib qoldi. Elimni xelidan beri dars o'tamadim. Uzundan beri sana deb kelyapman. Mening birdan bir umidim mening o'rnimda o'qituvchi bo'lsang bo'ladi. Bo'ldilar, dada, bu gaplarni taygavermang. Siz bir umr o'qituvchilik qilib nimaga erisha oldingiz? Hech nimaga erishamadingiz-ku. Faqat riyoza chekkaningizli qoldi shu. Ya bir chapiningiz ishga bo'lmadi. Boshqalar hashamatli qo'rolarda o'ltirib olsa, biz mush eski qo'roni yengilyanmadik. Baga mashining tayini yo'q. Hatto bir qancha oydan beri mash olmay o'qityapsiz-ku.
Bundaq o'qituvchilik qilganing nima foydasi? Bo'ldi, bas. Dada, O'qituvchi bo'lmasang bo'lma. Lekin o'qituvchiga til tekkizma. mening sizga ichim og'riydi. Meni kechiring, dada. Men faqat sizning salomatligingizdan ansirab shundoq dedim. Agarda men opam bo'lgan bo'lsa, sizni yaxshi kutgan bo'lardi. Lekin men Qizim, bo'ldi, yig'lama. Ko'ngling yerim qilma. Bo'ldi. Qizim, men etizlikqa suv boshlab kelay. Bo'ldi, yig'lamagin, ha? Haras qizim. Men kagichilik tamoq etib qo'ygan. Qo'lamda. Assalomu alaykum, Oyshan xonada. Va alaykum assalom, Yusuf axon. Bir yerga menga o'xshamanlar. O'xshitib, langman etgan. Rahmat. Men etizlikqa suv boshlab kelay. Qizim Yusuf. Ma'qul. Xo'shamsa. Xo'sh. Oy qizim, men bo'lgansa, butungni tengvapsan-ku. Ha? Ochiq-chuchuk langman etgandim. Issig'idi yevag'ini. Butungni tengvapsan-ku. Nima bo'ldi qizim? Qayrilib ketdi. Oy, jinim qizim, o'ngshilib ketdi, yig'lama. Akşam mamudun var. Bakta. Endi o'tirishamiz, ha. Assalomu alaykum savodashlar. Qo'y, qarvoy, undan turib Kela. Adash, 3-4 yildan beri nakatding. Yo'qolib ketding-ku. Nima ishlar qilyapsan? Nakdat adash, 3-4 yildan beri Shanxay, Guangzhou, Shinjinlarda tijorat bilan oldirashib ketdim-da. Nima tijoratlarni qilding? Nim tijorat qilatdiq? Tijoratning turi ko'p, og'aylar. Har qanday tijoratni qildik-da. Chekib qo'yamizlar. Rahmat. Tijorat bilan bamiga yalam oz qoldi. Bak. Bu qaysi ma'lning tomochiqi? Tomochiq emas, mahallimizning bir talla guli. Guli? Kimning qizi bu? Yusuf muallimning. Yusuf muallimning? Bu qiz ayni vaqtida sat qirqumchoq qizdi. Mana endi haqiqatan ko'zning yig'inigidek qiz bo'libdi, ha? Hey, Agile, mahallenin bu güleni qandaq bir baxtli yigit o'zi bo'larkan, ha? Assalomu alaykum Baxtinisa. Va alaykum assalom. Xeyli yaxshi qoldingizmi? Rahmat, xeyli yaxshi qoldim. Akila, men yordamchi. Avayla. Akila, men ko'taray. Bo'ldi, o'zim ko'taray. Avayla. Baxtinisa. Ha? Yusuf muallimning ahvoli qanday? Dadam xeyli yaxshi qoldi. Ko'rinmayli ketdingizmi? Men shu eti zeriq mol varalashdan qo'l uzamadim. Asli bu sizni burunli yo'qlamoqchi edim.
Men xeyli yaxshib qoldim. Sizni kep avara qildim. Undaq dema. Biz yot emas-ku. Sizga gapim bor edi. Aa, padichi kim u? Sabir. Sabir? Qaysi Sabir? Biz o'qiyotgan chaqlarda seni adatlab turgan Sabir esingda? Bizning aloqa aktiv sinf boshlig'imiz. Sabir boshliq degina? Kechqurun daryo bo'yiga chiqa olamsiz. Dadamning salomatligi ancha yaxshi emas. Balkim chiqolmasmanmikin. Meni noumid qo'ymang. Agar chiqmasangiz, uyingizga izlab borman. Unda qilsangiz sat bo'ladi. Aras. Dadangiz bilan maslahatlashadigan ish bor edi. Shuni bahona qilib, borsam-ku bo'la. Barsangiz bering. Amisi bor. Ala, isqartatadi. Ha? Av ajnabiy kim bo'g'idi? Vaytan, men bilmadim. Amisa, men mang'ashtiray. Ko'rishkicha omon bo'ling. Ma'qul, xo'shamsa. Bu sinf boshlig'i o'qiyotganda aktiv nimiti? Shuningga chiqib ish qilmay, padichilik qilyapti-da bechora. Assalomu alaykum savodoshlar. Yaxshi turdinglarmi? Yaxshimsan? Qanday ahvolinglar? Yaxshimi? Obdan turdingmi? Yaxshimsan? Yaxshimi? Yaxshimi? Meni tonimayaptamsan qandaq, ha? Voy, mardonqisan, ha? Men daqiqa qaysi ajnabiy ekan debdiman. Kichik vaqtda mahallaning qo'ylarini boqqanliging uchun seni padichi edi aytdiq. Elimi padichiligini qilyapsan-da, ha? Buni og'zini. Undaqmi deb ketma. Hozir Sabir odatdagi padichilardan emas, yaqindan beri baxmichilik bilan shug'ullanib, beyib ketdi. Siningdek ajnabiylardan 3-4 ni setibog'ichilik bor. O'ncha olamni ashuratmanglar. Yanala bu boyvachchiga yetmaymiz, ha? Shahar ko'rgan ishdan qo'q degan gap emasmi? Ey sinf boshlig'i, sening tiling yanada ochiq ekan, ha? Baxtini sakilyapti. Hay. Kimning ko'zi tekkanda bu janonga? Balkim sening ko'zing tekkanda. Agar mening ko'zim tekkan bo'lsa, yiqilib tushgan bo'ladi. Yomonning ko'zidan saqlag'aysan, Xudoyim. Ko'z munchaq es qo'ysam hamda. Bardan, o'ylandingmi? Yo'q, taxi. Baxti peshonamga putilgini mushu yezimizdan chiqib qolganda qilib turdi. Balkim mushu sahrodan o'ylanib qolaman, ha? Mardon. Necha vaqtdan beri shamisha yurib, bir hasatangni tepib olmabsan-da? Shaharning qizlari chiroyli qo'g'ini bilan xuddi sinigulga o'xshaydi. Ularda puroq degan nima yo'q. Sahroning qizlari ko'rimsiz bo'g'ini bilan ular sopan puroqliq. Qandoq dedim, og'illa, ha? To'g'ri deding. Ammo sahraning gulining tikini bojmi? Qarang'uliqni yo'ritgan maktab, nadonlikdan qazgan maktab, bilim berdiz kabi Sabidullah'a, olidimu azizdir bizning bu maktab. Bilim berdiz kabi Sabidullah'a, olidimu azizdir bizning bu maktab. Biz qo'ymiz
Assalomu alaykum, Ayshem Xocha. Voy voy. Merdanmısan balam? Ha, tanıyamay qaldımı nima? Tanımay qağılı. Tas qaptı men balam. Kichik vaqtingda eshak ta'tir minib, sho'xliqib juratding. Mana endi hapala-shapala eshak o'rnida mashinada o'ltirib, cho'ng boyvachchilardek bo'p ketibsan emasmi, balam? Tova. Tov qildim. Hay ras. Esim qursin. Opang qandaqaroq jinim balam? Opang yaxshidu? Yaxshi turibdi-da. Hey, sizlar shaharga ko'chib ketgandan keyin bizni tashlab o'tdinglar. Biroq etim yo'qlabmi qo'ymadinglar, jinim balam? Yezdim, bak zerikib ketgansizlarmi deyman. Yaqay. Ayshem xon apa. Yanalar to'g'liga yachiraylik. Bu ya shahardek bo'lmag'ini bilan. Yanalar tug'ilib o'sganning mehri siq bo'ladigan jon apa. Belli, jinim balam, o'g'il valdek gap qilding. Voy. Har ras, o'ylendingmi? Yo'q. Nimishqa balam? Senze talliq baqqa kirib qapsan-da? Shaharning qizlari haqiqatan chiroyli. Lekin peshonamga putilgini mushadan chiqib qoldiganda qiladi. Chunki eg'iz demang, ko'ngilni ber degandek bir gulga ko'zim tushib qoldi. Shunga Gap asli mondaq ekanda. Bizning sahroda bir to'mochiqqa ko'zing tushib qolgan o'xshamamdi, ha? Shundaqroq. Yusuf ma'limning qiziga ko'zim tushgan edi. Uning ustiga sizlar tuqqan kelisizlar emasmi? Shu masalani izlab turgandim. Ko'zing haqiqatan yomon-ku, balam. U qiz bizning sahroning bir guli. Lekinza u bahli tarsa yavoyroq qiz. Qandaq bo'ladi? Bu tarafidan xotirjam bo'lsizlar. Har qanday yavoyini mana men ko'ndira olayman. Lekin bu ishga kelganda sening yordamlariga muhtojman. Bo'ladi. Amsi men uning bilan so'zlashib baqay. Bo'lamda. Ma'qul. Mavo. Apane qilri, ip qo'ysizlar. Voy, rahmat, balam, rahmat. Voy, rahmat. Voy. Buni men qo'ysizlar. Voy, rahmat, jinim balam, rahmat. Allah rahmat. Pulli bo'lsa jangalda sho'rpi debdi ekan. Men bugun berib bir amal qilib, uni indakka keltirib balam, xotirjam bo'l. Amsi yaxshi. Xotirjam bo'l, balam. Ayshem xonada, sizlar bundan xotirjam bo'lsizlar. Agar u gulni menga uzib beradigan bo'lsalar, pul degan sizlardan aylansin. Voy, jinim balam, o'g'ilvaldek gap qilding ha. Boyvachchi degan, yanılı boyvachchida, "Hey balam, sen xotirjam bo'l. Uni men qo'yib be, o'zim indakka keltirman. Xotirjam bo'l. Men qo'yib besali bo'ladi." Rahmat Ayshem xocha, rahmat. Hey, nega manqandinglar? Bozog'i manqan balam, bozog'i. Voy, men olib qo'yay. Mashinaga chiqaman. Ma'qul. Rahmat balam. Kelinglar. Chiqalar. Astaraqa Ayshem xocha. Rahmat. Chiqaversin. Assalomu alaykum muallim. Va alaykum assalom. Xush kelibsiz. Qanday ahvolingiz? Qani, o'lta. Ma'qul. Salomatligingiz yaxshi bo'lib qoldimi? Xudoga shukr, xayr, yaxshi bo'lib qoldim. Bu yoqqa kelib qolibsan-ku. Muallim. Men sizdan maslahatingizga muhtoj bo'lib kelib edim. Xo'sh, qanday maslahat? Men mol boqmichilik qilay deb edim.
Şuna sizde bakımçılık hakkında birer kitap bağımken şunu sorup gelemedim. Kitap batak qilib edi. Men bir qarab baqay. Ma'qul. Rahmat. Oy, xush kelibsiz mehmon. Oy. Yaxshimisiz? Men dadingizni izlab keldim. Mandaqdan, men texi meni izlab keldin ekan debdiman. Hem siz nima? Kechda Shamalbog'da savodashlar kechiligiga sizni taklif qilib keldim. Ma'qul. Men baray. Amsa shu yerda uchrashaylik, ha? Dada. Ustoz. Ta'lim bakan. Bir qancha kitob chiqib qoldi. Lekin bu xeli burun yozilgan. Ko'rib baqqin, foydalansang bo'ladi. Rahmat ustoz. Rahmat. Banqara, sana bir maslahatim bor. Hozir mayli chorvachilikda bo'lsin yoki dehqonchilikda bo'lsin, ilm-fan bilan shug'ullanmas bo'lmaydi. Shunga men sening o'qishingni tashabbus qilatdim. Meningmi shunday o'yim bor. Ata-onam bilan maslahatlashib baqay. Imkon qadar o'qishga berishga tirishaman. Maslahatingizga rahmat. Obda o'ylabsan. Men seni qo'llayman. Ma'qul amsa. Men qaytay. Ma'qul. Xo'sh muallim. Xo'sh amsa. To'xtab tur. Mening mundaq bir o'yim bor edi. Yezimizning taraqqiyoti uchun imkon qadar o'qishga bag'ir. Sen oldi bilan o'ydigilar bilan maslahatlashib bir qarorga kelgandan keyin ondan mavada. Chorvachilik maktabida mening bir o'quvchim bor. Sana yordam qiladi. Bilim oshirib qaytib kelgandan keyin yezimizda chorvachilik kursini ochsang, yezimizning chorvachiligi taraqqiy qilmamdi. Qanday dedim? To'g'ri dedingiz. Men sizning deganingizda qilay. Xo'sh amsa muallim. Aman bo'ling. Ma'qul amsa. Xo'sh muallim. Xo'sh. Sabir, haqiqatan tirishchan, yaxshi yigitga. Balkim. Qog'jirab ketgan yerga suv kerak bo'lgandek, savodsiz, nodon millat uchun ma'rif kerak. Savodsizlikni tugatgandilar, u millatning qog'jirgan qalbi ilm bo'stoniga aylanib ravoj topadi. Vatanni suyish shuar orqali emas, har bir ota-ona farzandlarini o'qitib, yaramli odam qilib tarbiyalash orqali amalga oshadi. Biz savodsizlik tufayli boshqa millatlarning xeyli keyindi qilyapmiz. Bu millatimiz uchun ornumuz. O'z vaqtida Mamtili apandi o'qidi, ochdi boshqalar, ay qadrdonlar, ko'gashga ularning ijtihodini qaynar vijdonlar. Havoda lochindak javlon qilar boshqa millatlar, qoldiq biz ulardan bakma oqida ummatlar deb bakma to'g'ri degan ekan. Yusufxon. Voy. Kesla hamma. Assalomu alaykum Yusufxon. Va alaykum assalom Oysam xonada. Yo'q kesla. Amin. Allohu akbar. Teshmo Oysam xonada. Undan turib salomatliklari xeyli yaxshi bo'lib qolgandi. Xudoga shukr. Xeyli obdan turib o'taman. Endi koni keslan pat-pat qo'zg'ilib turdi. Yusufxon, hamma kasalning beshi g'am deysizlar. Mana Zo'rxon rahmatlik bemahal ketib qilib, sizlarga bir dard bo'ldi. Buni oz deb o'zlari kasal bo'lib qoldilar. Uning ustiga baxtinsa cho'ngib qoldi. Bu mu g'am deysizlar? To'g'ri.
Bala çaq çoğ olğandan keyin onun g'emini qilmasa, texi bo'lmagan. Mushundaq ishkan. Qizim, buyoq qo'y. Oyshamxonada mazaga baxsla. Biz urug' tuqqan haq bo'lgandan keyin bir ishlar bo'lsa, maslahat bilan qilishamiz, ha? Amma çay içsizlar. Qizim, endi tamoq tutish qilgan, ha? Ma'qul dada. Akila. Ammangmi sening tamoqingni sig'inib qolgandi. Qandaq dedim Oyshamxonada. Qo'lingdan bir langmayayli, toza o'xshitib bir etkina. Ma'qul. Yusuf axun. Qizlari Bahrinsa to'g'riliq sizning o'ylagan yerlari bormi? Bo'lmamdigan Oyshamxonada. Qiz cho'ng bo'lgandan keyin o'ylamay bo'lmaydi. Endi kammida emas. Bir qancha yerdan qizimga elchilarmi keldi. Lekin qizimning royi qarab, ularni qaytarib etdim. Undaq deb balaning royi qargan bilan, balaning yeshi cho'ngib ketdi emasmi? O'g'o shundaq. Sizning bir maslahatlar bormi? Endi mening demoqchi bo'lganim, burun qizlar harbiyga tegishdi. Ondan keyin shopirga tegadigan bo'ldi, ishchiga tegadigan bo'ldi. Ondan sip-sap deb kambag'al tuvan o'tirdi xallarning ballarga tegadigan bo'ldi. Keyin kadrga tegadigan bo'ldi. Mana endi bugungi kunga kelganda qarsılar hammani tashlab, kimning puli jiq bo'lsa, kim boy bo'lsa, shuningga tegadigan bo'ldi. To'g'ri, o'g'ras. Heliqi Tursun cho'qir bag'u. Shuning qizi yuqorqi mahalladagi Ahmad tijoratchi degan qiyirga tegib oldi deysizlar. To'g'ri, xabarim bor. Nim bo'lib ketdi bu jahon Oyshamxonada? Voy, gap qilmaslar. Hay bu jahonning ishlari. Ballarning insoni bagay. Yusuf axun. Men obdan bir yerdan kelishgan bir yigitdan elchi bo'lib keldim. O kim bo'g'itdi? Heliqi Baharxon asrida bormiki? Heliqi o'z vaqtida rahmatlik tugab ketgandan keyin sizlar menga elchilikka kelgan heliqi Bahar Satangning o'g'li bo'lmasin yana? Ha, belli. To'g'ri yodlarida bor ekan. Aşı Baharxonning o'g'li Merdan. Aşı Merdonga elchi bo'lib keldi qasla. Merdan. Heliqi Merdan. U bek obdan bola bo'pti. Voy, uning pulining jiqlig'i, voy, bek boyib ketibdi emasmi? Shundaqmi? Bek boyib ketibdi. Baxtini sani shuningga bergan bo'lsak, toza baxti ichilatdi deysizlar. Kadr-madrga to'y qilgan bilan Әтівәш күндіккен балы чақылық болғанда хеліқі айлығын еткізәмәй, жидәлішіп, ажыршып кетуді дейсілі. Шындақ әмәс мұ? Бәген мәсләтлерге көп рәхмәт. Қызым бір ақыллы қыз болды. Мен давамлы қызымның райығы бақымын. Қойсыла Yusuf ақын. Қыз балы чоңылып бір іш шығырып қойса, бұл мәлді баш көтіріп жүрішті. Amma, менің тұрмыш ішімге толы бедекчілік қылмасыла. Özümün işini özüm bilələyəm. Mən salaç gerek emas. Qızımның mücazi çusraq. Köngüllərə amıslar. Heç qısı yox. Nadan emasmı? Maqul əmsi mən mənay. Oyluş baqala. Tamaq da yağıb qaldı. Tamaq yeb kəsləndi. Rəhmət dada. Bırak, kızı bırak ya. Gel. Dünyada emredin ayrılış yaman. Ayrılış yaman. Kesem
O kuni to'yga bormadingiz. Shunda, o kuni men to'yga boramay qoldim. Apam bilan dadamga yordamlashaman deb. Kechiringlar. Agar borgan bo'lsam, bak yaxshi bo'ladi. O kuni to'ynimi qizi deydi bu. Ha? Shunda. Ha, qara. Hoca. Ağabeyimiz makep kapta. Meyli. Turay. Siz mi oynang? Hey direk, bele yadu seppenlik, bele yadu seppenlik. Bizden sizge kim kirek, bele yadu seppenlik. Bizden sizge kim kirek, bele yadu seppenlik. Şunca gül arasının, bele yadu seppenlik, bele yadu seppenlik. Sizde kim ulan kız kirek, bele yadu seppenlik. Sizde kim ulan kız kirek. Ben bayılsın. Bu padişaha nereye bakamağa siz he? Yine ben öyle. Kayna be oynayalım ha. Dükçek. İnsanı bulsan sabi. Muşu şapılığını ne? Aman bir güne özüngü kaytırıp vermem. Tuttun mu? Sabık canım. Ben avarçılık keltirdim, kechiring. Hech qisi yo'q. Uni adablab qo'ymasam bo'lmadi. U nimanda qaydadan oshidikina? Dadangiz yaxshi maslahat berdi. Ben Ürümchiga berib o'qish niyatiga keldim. Sizni qo'llayman. Buningdan keyin yezi egiligi, ilm fanga texmi muhtoj bo'ladi. Sabrsiz beram. Ben sizni qo'llayman. Sevgilim. Bele yadu seppenlik. Sizde kim ulan kız kirek, bele yadu seppenlik. Biroq men sizni bak seg'inib ketaman. Sizchi seg'inasizmi? Unchalik uzun o'qimasiz. Baxtinisa. Qisqa kurs bo'lsa-mu, bir qancha oygacha ko'rishamaymiz-da. O'qishim tugab qaytib kelib, uyingizga elchi avasam qo'shilamsiz. Undaqda men o'qiyamaydi ekanman-da. Yo'q. Undaq demoqchi emasman. To'y qilib bo'lgandan keyin siz o'qish qilmasangiz, siz qaytib kelgicha
Men balalar qarab turman emasmi? Qilin. Әмсә, qo'shildingiz ha? Men qaytib kelgicha boshqa birsiga tegib olmang yana.